hozir hammasi yaxshilikka bo'lganini endi angladim-da. Chunki shunaqa meni adam o'sha payt qilmaganlarida, demak jazolamaganlarida men bunaqa insonga aylanmasdim deb o'ylayman. Shuning uchun alohida otamga kattakon rahmat demoqchiman va albatta Allohimga shukr demoqchiman. Mana shunaqa hayot va taqdir bo'lganidan. Sizni deyishgan. O'shandan beri rosa yaqin do'st bo'lib qolganmiz-da Yodi bilan. Haligacha yaqinmiz, xudoga shukr. Va Yodi meni kinoga taklif qilgan. Nis mana shu konservatoriyani bitirgansan, aktyorskiy masterstvo ham bor. Probaga degan. Probaga borganman. O'zi вторичный rolga chaqirishgan, kichkina rolga. Lekin meni Durdona degan rejissyor bor edi, meni ko'rib, "Voy, bu вторичный emas, bu bosh rolga bo'ladi bu qiz. Juda talantli ekan" deganlar-da. O'shanda meni bosh rolga olishgan Hijron kinosiga. Shu Hijron kinosi birinchi kinosi bo'lgan. Undan keyin juda ko'p kinolarda bosh rollarda o'ynaganman. Shu bilan xonanda bo'lib ketdim. 2011-yil "Aha, o'qo" degan ashulamni taqdim etganman va Munisa Rizayeva bo'lib ketdim. Bitta ashula bilan juda mashhur bo'lib ketganman. Allohga shukr, sizlarga albatta alohida rahmat demoqchiman muxlislarimga. Shunaqa voqea bo'lgan do'stlar. Men hayotimni to'liq o'z qo'limga olganman. Shundan keyin qatlida ishlamadim. Esimda Londonda Mandarin Oriental degan gostinitsada ishlaganman. Ishga kirganman va ishonasizlarmi yo'qmi, oddiy ishchidan 2 yildan keyin bosh menejergacha ko'tarilganman. Juda ham qiziq voqea bo'lgan, chunki men kutmaganman. O'zim qanaqa mana shunaqa ko'tarishgan. Endi yaxshi ishchi bo'lganim uchun ishdan ko'tarilib ketganman. Undan keyin Toshkentga qaytdim. 2008-yil. 2008-yilda o'z mehmonxonamni moy sladinki. Mo'jon bola. O'z mehmonxonamni qurganman. Keyin bizga Yodgor Nasirov degan klipmaker kelganda, gostinitsamga mana shu syomka qilaman. Voy. Mana shu syomka qilaman. Gostinitsingizni